Sizlar so'radinglar, men keldim. Kimga olamiz? Aka, assalomu alaykum. 1 minutga maylimi? Assalom. Shuni qarab oling, aka. Mana shu ichida nima bor, aka? Bilmaysizmi? Ko'tarib ko'ringchi, taxmin qilib ko'ring, aka. Og'ir, anchagina og'ir, aka. Joningiz. Voy, gap yo'q. Yerga qo'ying. Ichini ochib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lib chaqib oladi, aka. Chaqib olish mumkin-da, lekin ehtiyot bo'ladi. Ehtiyot yo'q. Gap yo'q, aka. Duxlari vash baland aka. Aka, buning ichida 10 million pul bor. O'sha 10 million pulni men sizga berib yuboraman. Siz agar Temur Brat podpiskasini sotib olgan bo'lsangiz. Yo'q, a? Voy, gap bo'lishimiz mayli, aka. Agar Temur Bratga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, 500 ming beraman. Podpiska bo'lgansiz. Wow, yaqinga qaranglar. Voy, nima bo'ldi hozir? Biz voy o'z podpiskamizni topdik. Gap bo'lishimiz 500 ming pul yutasiz, aka. Qani ko'p. Nima Wi-Fi yurib turasizmi? Wi-Fi yo'qdir. Agar hozir menga podpiska bo'lgan bo'lsalar, 500 ming pul yutib oladilar. Wi-Fi yo'qdir. Voy, gap yo'q. Qani aka yozing, Temur bir agar podpiska bo'lsalar. Voy, ishoninglar, mana Buyuk Ipak yo'liga keldi. Birinchi ishtirokchi mana shu aka. Va aka, 100% podpiska bo'lgansiz, aka. Voy! Voy aka, o'ylagan aka, meni ham cho'chitib yubordingiz, o'ylagan. Chunki men o'yladim, shuncha vaqtdan beri kamdan-kam odam 500 ming podpiskani uchun yutgandi. Birinchisi deb o'tdim, akam podpiska bosmagan. Aka, meni videolarni ko'rganmidingiz? Ha? Bir marta bosgandim, yana pis o'tib ketgan. Nima yana gap. Voy, mana qaranglar. Lekin meni haqiqatan ko'rganimda podpiska uchun berib olardim. Ishondingizmi o'zi, aka? Hozir adashmasam shu 2 minutdan beri sizga Wi-Fi yoqib boshqa qilib turdik, to'g'rimi? Lekin 100% sizga berardik. Aka, o'yinimiz yoqdimi? Joningiz sog' bo'lsin, podpiska qo'yib qo'ying, aka, charchamay qo'y. Wow, yaqinlar bunaqasi bo'lmagan, lekin shundoq 500 ming aniq beraman deb turgan joyimda podpiska bo'lmagan ekanlar. Sizlar shu videoni ko'ryapsizlar, sizlar shu xatoni qilmanglar, tez podpiska bo'lib qo'yinglar, yaqinlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, joninglar sog' bo'lsin.